Shu yerdan hard diskga kirib olamiz. Keyin mana USB tig'ilgan. USB ga o'tib USB ni bosamiz. Tappa bosamiz tez-tez. Bizdan so'rayapti, qaysini o'rnatasan Windows deyapti. Shunda biz 7 ni bosamiz. Bu kompyuterning xarakteristikasi slabý bo'lgani uchun normal mod. Enter. Mana загрузка bo'lgandan keyin shu oynadan uстановить bosamiz. Mana uстановить Windows bosamiz, boshqasini bosmaymiz. Shu bilan so'raydi, rus tilida bo'lsinmi deydi. Bu yerda biz dalini bosib olamiz. Uстановить. Bu yerda bizning hajmni so'raydi. Bizning kompyuterimiz Intel Pentium protsessor bo'lgani sababli biz 86 разрешениeni bosamiz. 60 ta ham bo'ladi, 86 biz uchun. Rozimisan shularga deydi. Biz hani bosamiz, dalini bosib olamiz. Bizdan so'raydi, обновление установи Windows, сохранение файл, parametrы и приложений deyapti. Bu yerda biz обновление kelsinmi, kelmasinmi deb so'rayapti. Biz kelmasini bosamiz. Mana C disk bo'ladi bizda, mana bo'lsa, mana bo'lsa D disk. Hozir ko'rsatmadan format qo'ramiz D diskka. Удалить qilamiz. Shu yerdan dalini bosib ketamiz. Mana загрузка bo'lgandan so'ng уже Windows o'rnatildi почти. Hozir ko'ramiz. Mana загрузка tugagandan so'ng shunaqa bo'ladi. Загрузка o'z kompyuter o'chib yonishi kerak. O'chdi, hozir yonishi kerak bu. Mana ochildi. Biz bu yerga Windows'imizga nom beramiz. Misol uchun System admin deb beramiz o'zimiz. Admin. Bu yerga любой ism izlama yoki любой ismni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Biz bu yerdan dalini bosib olamiz. Bundan kerak emas, parol qo'y deydi. O'zingizga bog'liq qo'yish. Qo'ymadim, пропустить qilib ketaman buni. Biz bu yerda открыть разрешение qilishimiz kerak. Sana vaqt to'g'ri. Mana Windows o'rnatilmoqda. Windows o'rnatilib bo'ldi, Windows'imiz. Sal vaqt kutamiz. Ana xullas obunachilar, Windows'imiz o'rnatilib qoldi. Like, obuna tugmasini bosib ketamiz. Endigi videomizda buni ichiga driver o'rnatamiz. Driver bo'lmasa kompyuter funksiyasi yaxshi ishlamaydi. Like, obuna tugmasini bosib ketamiz.